sizlar o'zi farqini tushunib bo'ldilaring. Chap qo'limdagi trekkerchilar ko'rayotgan bo'lsalaring, 58 ming kilometrda kecha to'kib oldi. Avtomat korobka moyini qancha kilometrda almashtirish shart? O'z vaqtidan даже 2 marta o'tib ketgan mashinasi ham bo'ladi. Buni ichida sostavdagi prisatkalari bo'ladi. Bu eskiradi. Bu 58 ming yurgan avtomat korobka moyini holati. Mana 35 ming kilometrda kelgani, bu norma holatda kelgan, yana bemalol 5 ming 10 ming kilometr yura olsa bo'lardi. Assalomu alaykum YouTube kanal obunachilari, salomatmisizlar? Bugungi moylar to'g'risida sirli ma'lumotlar va qiziqarli faktlarni ko'rsatamiz. Bugungi mavzuyimiz avtomat korobka moyi. Bundan oldin Chery mashinasini qilib chiqardik. Sizlarga asosiy bugungi mavzuyimiz avtomat korobka moyini qancha kilometrda almashtirish shart yoki almashtirsa bo'ladi yoki yursa bo'ladi. Xullas biz sizlarga keyslarimizni, o'zimiz bilgan ma'lumotlarimizni beramiz. Xulosa qilish o'zingizdan. Xulosa chiqarish o'zingizdan bo'ladi. Sabab bu mashinalar o'zingizning mashinalaringiz. Hozir bu Gentra mashinasini mana salkam yarim soatdan ortiq vaqt davomida 40 minut, 45 minut vaqt ketadi. Korobka moylarini oxirgi qoldig'igacha to'kib, yangi quyib berdik va akamiz o'zlarining mashinalariga yaxshi e'tibor berishgandan o'z vaqtida kelishibdi. Bu qanaqa desiz, o'z vaqtida bu super, ya'ni avtomat korobka moyini 50 ming, 60 ming boshqalarga o'xshab emas, 35 ming kilometrga yaqinlashgan ekan, mana o'zlarikidan olib qoldik, yozib ham qo'ydik, Gentra mashinasi. Hozir biz sizga buni qanaqa holatdaligini ham ko'rsatamiz. Endi qo'limdagi ikkinchi vaklashkasi esa bu o'z vaqtidan даже 2 marta o'tib ketgan mashinasi ham bo'ladi. Bu trekker mashinasi. Trekkerchilar ko'rayotgan bo'lsalaring, 58 ming kilometrda kecha to'kib oldik. Hozir Chery'dikidan ham ozgina obrazis olib qo'ydik. Ya'ni avtomat korobka moyini yurgandan keyin qanaqa holatda tushishi bu glavniy masala bo'ladi. Ya'ni siz qanaqa holatda haydaganingiz, quygan moyingiz sifati qanchalik bo'lgani va qancha yura olganini tekshirib bilsangiz bo'ladi. Mana shu joyda sizning fikringizga qiziq, men uchun ham siz kommentariyaga yozib ketsangiz, siz avtomat korobka haydayotgan bo'lsangiz, qancha kilometrda almashtirdingiz yoki siz qancha kilometrda almashtirish kerak deb o'ylardingiz yoki bilardingiz shu ma'lumotlarni. Biz sizga o'zimiz bilganlarimiz bo'yicha o'rtoqlashamiz, siz ham fikringizni olsangiz yaxshi bo'ladi. Bu mavzularni sizlar bilan bekorga muhokama qilmayapmiz. Sababi ko'pchilik shopirlarimiz do'konda, servisda turganimizda kelishadi, "Meni mashinam 70 ming kilometr yurdi, men yana yursam bo'laveradi." Qancha yurish kerak ekan avtomat korobka desam, 80 ming yursa bo'laverar ekan deb qattandir eshitishgan ma'lumotlar. Yoki 100 ming kilometr ham yursa bo'ladi, garantiya berar ekan, quyadigan moyimiz qimmat bunaqa yo'q ekan deydigan shopirlar ham bo'lgan, lekin bu qattan nimaga unaqa fikr kelgan? Menimcha, avtomat korobka bilasizlar, tashqi omillardan, tashqi ta'sirlardan bekor himoyalanganligi uchun unga hech qanaqa, misol uchun, chang yoki benzin, salarka shunga o'xshagan narsalar aralash hisobi ehtimoli yo'q bo'lganligi uchun ham shuna deb o'ylashadi shekilli, lekin glavniy sababi vaqt o'tgan sari moyda o'zini xususiyati bo'ladi. Buni ichida sostavdagi prisatkalari bo'ladi. Bu eskiradi. Bu tabiiy vaqt bilan eskiradi, tabiiy probeg bilan eskiradi. Va mashinani qancha haydashingiz, eksperimentlaringizni qancha minishingizga qarab turib, masalan, kimdir faqat 70-80 kilometr shahar rejimida, kimdir uzoq danliyakka 180-150 rejimda ham haydaydigan shopirlarni avtomat korobkasi tabiiy qiziydi. Qizigandan keyin men sizga aytganimdek, moyda sostavi o'zgaradi va buni sifati kamayadi. Hozir eksperimentimizni boshlaymiz. Qo'limizda ikkita bir xil avtomat korobkani moyi, faqat mashinasi ikki xil xolos, ularning moyi turi bir xil. Bittasi mana trekker mashinasi, kuni kecha to'kib oldik. Probegi 58 ming kilometr bilan kelishdi. Va buni hozir siz bilan ko'rsatamiz. Ikkinchi qo'limda esa 35 ming kilometr bilan kelgan, hozirgina to'kdik Gentra mashinasi. Juda ham oddiy, sodda, jaydari stilda sizlar bilan tekshiramiz. Kamerani yaqinroq olib kelsangiz, buni juda ham oson yo'li bor. Albatta kelganingizda siznikini ham tekshirishimiz mumkin bo'ladi. Bu 58 ming yurgan avtomat korobka moyini holati mana. Endi esa 35 ming kilometr yurgan Gentrani to'kilgan avtomat korobka moyini holatini sizlarga mana o'zimizning jaydari stilda sizlarga ko'rsatamiz. Menimcha, kameraga yaxshi ko'rinayotgan bo'lsa, sizlar o'zi farqini tushunib bo'ldilaring. Chap qo'limdagi trekker probegi 58 ming kilometr mutlaqo o'tib ketgan. Moyda uje sifatini, sostavini yo'qotgan. Trekker mashina, Gentra mashinasi mana 35 ming kilometrda kelgani, bu norma holatda kelgan, yana bemalol
5000 10000 kilometr yura olsa bo'lardi. Endi bu yerda mashina ikki xil bo'lgani bilan korobka moyida holatini sizlarga ko'rsatib tushuntirmoqchi bo'ldim. Mana shu o'rinda Gentra mashinalarda misol uchun 50000 kilometrda xotirjam yurib, shunaqa holatda to'kish ehtimoli bor. Lekin Tracker 12 mashinalarda 50000 yurganda bunaqa to'kish ehtimoli kam, sababi ular turbo bo'lganligi uchun oddiy mashinaga nisbatan uni qizish darajasi tez bo'ladi va mana bu holatga o'shaning uchun tez kelyapti. Ya'ni bilasiz, mashina Cobalt Gentraga nisbatan 12 Tracker ancha ekstremalroq va sportivniyroq. Shunaqa holatda endi xulosa qilish sizni o'zingizdan. Servisimizda endi shuni fakt o'laroq ko'rsatyapmiz. Bizning tavsiyamiz shuning uchun avtomat korobkani haydashingizga qarab turib 35000 40000 kilometrda agar juda ham tez haydasangiz yoki yomon sharoitda haydasangiz, keling bizga yoki o'zingizga ma'qul ustaga borsangiz, mana shunaqa tekshirishingiz mumkin. Juda ham oson bo'ladi. Holatni tekshirishingiz, biz o'zimiz ham kelsangiz bepulga tekshirib beraveramiz. Muammo emas. Ayniqsa 12chi Trackerchi akalar. Gentra mashinani avtomat korobka moyini 35000 kilometrda to'kkanimizni sababi egasini o'zi xohishi bilan men shunaqa ko'p yurmayman, tez-tez to'kib turaman deydi va bu to'g'ri yechim. Sababi avtomat korobka moyini almashtirish turi bilasizlar, ikki xilga bo'linadi. Professional polностью almashtirish u deyarli 1 kun yoki 2 kun vaqt oladi. Mashinani korobkasini moyini pastga, korobkasini o'zini pastga tushiriladi, yoriladi, ochiladi, yog' to'kiladi. Ana o'shandan keyin moyda hajmi ham ko'p ketadi. To'liqligicha tozalanadi, boshqa quyiladi. Ana o'shanda sizni mashinangiz to'liq almashtirilgan bo'ladi. Lekin bu juda ham qimmat almashtirish servis xizmati bo'ladi. Lekin eng ko'p tarqalgani bu o'zimiz almashtiradigan stil, bu chastishni bo'ladi. Shuning uchun ham tez-tez mana shu akamizga o'xshab tez-tez almashtirilsa, korobka moy qizimaydi ham, unaqa holat kelmaydi ham, korobkani uzoq xizmat qilishga sababchi bo'ladi. Fikringizni albatta kommentariyaga yozsangiz va avtomat korobka haydayotganda yaqinlaring bo'lsa, yuborib qo'ysalaring Telegram gruppa boshqa tanishlarga mana shunaqa eksperimentlarimizdan qo'yib boramiz. Obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Kuzatib olsalaring, yaxshi ma'lumotlardan qo'yib borishga harakat qilamiz. Salomat bo'ling. Bu chekadagi bu yoqda keyingi sonlarimizda batafsil yoritamiz, sababi bu boshqa korobka turi bo'lgan, ya'ni variator. Cherry mashinasidan to'kib oldik. 45000 kilometrda mana buni filtri bo'ladi. Albatta kuzatib olinglar, keyingi sonda bu haqida batafsil to'xtalamiz.